Inson borki o'z uyiga, yashash joyiga ega bo'lishni istaydi. Hozirgi vaqtda uzoq muddatli kreditlar asosida turar joyga ega bo'lish imkoniyati mavjud. Lekin kishilar yillar davomida misqollab pul yig'ib, ba'zan yaqinlaridan qarz olib, yangi uy uchun boshlang'ich to'lovni amalga oshirib, kamiga har oy kredit mablag'larini to'lab kelsa-yu, birdan uyning kaliti sarobga aylansa, millionlab puli havoga sovurilgan jabrdiydaning ahvolini tasavvur qilavering. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida Navoiy viloyatida ayrim pudratchi tashkilotlar fuqarolarning ishonchini suiiste'mol qilib, aslida mavjud bo'lmagan uy-joylarni firibgarlik yo'li bilan ularga sotganliklari holatlari aniqlandi. Jumladan, Navoiy shahridagi qurilish sohasida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatning mansabdor shaxslari 2017-2024 yillarda hali qurilishi bitmagan ko'p qavatli uyning 140 ta xonadonini 411 kishiga sotib, pulini qurilish ishlariga yo'naltirmasdan shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Soxta tadbirkorlarning qaramog'iga osongina ilingan jabrdiyda insonlar mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishdi. Natijada uddaburon pudratchilar faoliyatiga chek qo'yildi. Yana bir qurilish firmasi mas'ullari Navoiy shahrining Istiqlol mahallasida aslida mehmonxona qurish uchun loyihalashtirilgan, lekin shaharsozlik norma qoidalariga to'g'ri kelmasligi sababli qurilishi uchun tegishli ruxsat berilmagan noturar joy obyektini ko'p qavatli turar joy majmuasi sifatida ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib, mahalliy aholi bilan oldi-sotdi shartnomalari tuzib, firibgarlik yo'li bilan pul mablag'lari undirib kelishgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida mazkur mas'uliyati cheklangan jamiyat mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlari fosh etildi. Zarafshon shahridagi qurilish firmasi mas'ullari ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'p qavatli uylar reklamasini qilib, aholidan mo'maygina pullarni yig'ib olgan. Aslida uy-joy qurilishi uchun yer maydoni ajratish to'g'risidagi shahar hokimi qarori va boshqa hujjatlar qalbaki ekanini esa uyga muhtoj insonlar sezishmagan ham. Firibgarlar navbatdagi fuqaroga mavjud bo'lmagan xonadon bo'yicha soxta shartnoma sotayotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hududiy inspeksiyadan ro'yxatdan o'tmasdan qurilish montaj ishlari boshlab yuborilgan. Boshlangan o'zboshimchalik harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasi 7-qismiga ko'ra hududiy inspeksiyadan ro'yxatdan o'tmasdan boshlaganliklari uchun ma'muriy jarima solinib, chora ko'rilgan. Bundan tashqari sud organlariga da'vo arizalari bilan chiqilib, obyektni to'xtatish bo'yicha yozma ravishda ko'rsatmalar berilgan. Fuqarolarimiz tomonidan so'rab qolamizki, masalan, qurilish nazorati sohasidagi inspeksiyadan yoki qurilish va uy-joy kommunal boshqa boshqarmalaridan ma'lumot olishda, tadbirkorlik subyektlarining ham borganda shartnoma hujjatlarini, shaharsozlik hujjatlarini boshdan oxirigacha so'rab olganlarida o'zlariga foyda qilgan bo'lardi. Qonun ustuvor bo'lgan mamlakatda hech bir jinoyat fosh etilmasdan, jinoyatchi jazolanmasdan qolmaydi. Endi soxta tadbirkorlar qonun oldida javob berishadi.